Inomarka mashina bo'lardi. Demak, yeringizni bilar ekansiz qandayligini. Здравствуйте, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshiroq. Kayfiyat qalay? Chotki. Zapchastcha. Ne? Nechta? Bitta. O'zi bitta. Dadasi qani buni? İşte. Bilmaysiz. Yo'q, işte. City Mall ichida yuribdi. Mana tanlang. Bir hafta gul bersin, pul bersinmi? Pul. Keling. Ha, keling. Bu ayollar nima? Sizlar pul deb tug'ilganmisizlar? Gul so'latdi. Xo'p, pulmi yoki cheksiz kiyim do'kondan kiyinishmi? Pul. Ha, pulingiz bo'lsa, lekin cheksiz kiyin olasiz-ku o'zingizga o'zingiz. Mana yangi kelib payt uy sog'inib yig'laganmiz. Qanchadan keyin mana moslashib ko'nikib ketdingiz? Bir oycha. Bir oycha. Necha marta qilib uyga ketdingiz? Men keldim. Bir marta. Necha kunga cho'zildi? Bir kunga. O'zi kelar yor. Ha, nima qaytding? Men siz uchun qaytganim yo'q. O'zi ketar yor. Ana ko'rdinglarmi? Mana qayoqqa qoldi isboti. Shirin qo'rgurlar, sallaga tegib men nima ko'rdim? Pochchamga hosilmoq sevishingizni ayta olasiz? Hozir ishtaladim men. Bo'pti, mana ayting. Sizni yaxshi ko'raman deng. Sizni yaxshi ko'raman. Nima uchun rahmat deysiz ularga? Hayotimda borlik uchun. Shuni o'zi. Bo'ldi. Bo'ldi. Sizni baxtli qilyaptilarmi? Baxtli qilyaptilar. Mana hozir mana sizga savolda, agar boshqa ayollarga qarasalar, har bir qaraganlar uchun 100 dollardan sizga davlat tomonidan pul berilsa, hozir qancha pulingiz bo'lardi? Inomarka mashina bo'lardi. Yaxshiga. Demak, yeringizni bilar ekansiz qandayligini. Mana jiyam. Qalay, mana ona bo'lib onani qadrini bildingizmi? Ha, ona bo'lish oson emas. Qiyinmi? O'ziga yarasha qiyinchiliklari Mana bor. shundan kelib chiqib onangizga nima rahmatingiz bor bugun? Men dunyoga keltirganlarga, shu yoshgacha yetkazdirganlarga, ta'lim, tarbiya berganlarga men rahmat deyman. Oxirgi marta qachon kiyindingiz? 2 kun oldin. Qayerdan? Butikdan. Butikdan. Dilmus bilasizmi? Bilaman. Borganmisiz yo'qmi? Borganman. Kiyimlar yaxshimi? Endi ko'p xarid qilmaganman yo'qdan, lekin yaxshi. Kirib ko'rgansiz. Xullas qarang. Shuni bilgan holatda mana u sizga 300 minglik voucher xohlagan filialimizga o'tadi. Keyin bu ham sizga. Wow, Ana ko'rdingizmi? O'zi to'g'ri aytib pocham jo'natib yubordi, mana shu opangni xursand qilib keldi. Mana qarang, pocham kartonga bir ikki tashlab yuborasiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Omon bo'linglar.